Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz Yevropa va dunyo bo'ylab ish e'lonlari saytlarini topish va ulardan ish izlash haqida gaplashamiz. Bu video o'zbek tilida gaplashadigan odamlar uchun maxsus tayyorlangan. Xo'sh, bugun oldingi videoda va'da qilingan shahar Vengriya haqida bo'ladi. Bizda hozir qiziqish katta mavsumiy ishlashga, chetdan, ya'ni O'rta Osiyodan qaysi firmalar ishchi olishyapti? Qanaqa agentliklar O'rta Osiyo bilan ishlamoqda? Vengriya saytlari, mavsumiy ish saytlari ro'yxati. Talablari: til bilimi, tajriba talabi, viza ketadigan hujjatlar, viza to'lovi va yotoq xonalari haqida batafsil ma'lumot beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki foydali maslahatlar bor. Keling, boshlaymiz. Avvalo, Vengriyada mavsumiy ishlar nima? Vengriya Yevropaning markazida joylashgan mamlakat. U yerda qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat ishlab chiqarish, turizm va zavod ishlarida mavsumiy ishchilar kerak. 2025-yilda Vengriya ishchi kuchiga muhtoj, chunki mahalliy aholi G'arbiy Yevropaga ketmoqda. Mavsumiy ishlar odatda 6 dan 9 oy davom etadi. Masalan, meva-terak yig'ish, zavodda qadoqlash, qurilish yoki oziq-ovqat sanoati. O'zbekistonliklar uchun imkoniyat katta, chunki Vengriya O'rta Osiyodan ishchilarni jalb qilmoqda. Qaysi firmalar va kompaniyalar ishchi olishyapti? Vengriyada mavsumiy ishchilarni yollaydigan kompaniyalar asosan qishloq xo'jaligi va sanoat sohasida. Masalan, qishloq xo'jaligi firmalari, meva va sabzavot yig'ish, bog'dorchilik, Hungary Vietnam Connect va shunga o'xshashlar. Zavodlar, plastmassa, elektronika, avtoehtiyot qismlari qadoqlash. Ko'plab fabrikalar bepul viza homiyligi taklif qiladi. Oziq-ovqat ishlab chiqarish, meva va sabzavot saralash, tozalash. O'rta Osiyodan, jumladan O'zbekistondan ishchilarni yollaydiganlar, ko'plab qishloq xo'jaligi va zavod kompaniyalari 2025 yilda 35 mingdan ortiq ish o'rni taklif qilmoqda. Qanaqa agentliklar O'rta Osiyo bilan ishlamoqda va ularning saytlari? Agentliklar orqali ish topish oson. O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston bilan ishlaydiganlar ro'yxati va saytlari. AtoZ Service Plus. Mavsumiy ishlar uchun litsenziyali agentlik. Viza va ish taklif qiladi. Sayti www.atozserviceplus.com. Gobester. Osiyo va Afrikadan ishchilar yollash. Sayti gobester.com. Randstad. Xalqaro agentlik, vaqtinchalik va mavsumiy ishlar. Sayti www.randstad.hu. Adecco. Ish topish, o'qitish va outsourcing. Sayti www.adecco.hu. Hayes. Katta agentlik, sanoat va qishloq xo'jaligi. Sayti www.hayes.hu. Red Recruitment. Markaziy sharti Yevropada ishchilar yollash. Sayti redrecruitment.hu. Asian Jobs Worldwide. Osiyo ishchilari uchun maxsus. Sayti www.asianjobsworldwide.com. Ushbu agentliklar viza homiyligi va ish joyini ta'minlaydi. Vengriya mavsumiy ish saytlari ro'yxati. Eures. eures.europa.eu. Yevropa bo'ylab mavsumiy ishlar. Xorijiy ishchilar uchun. Glassdoor.com. Yozgi va mavsumiy ishlar. 66 ta ochiq o'rin. Sayti www.glassdoor.com. anyworkanywhere.com. Chetda mavsumiy ishlar. Sayti www.anyworkanywhere.com. andream.com. Fermada ishlar uchun. Sayti andream.com. gigexchange.com. Mavsumiy ishlar uchun platforma. Sayti who.gigexchange.com. profession.hu. Mahalliy ish e'lonlari. Sayti www.profession.hu. Ushbu saytlarda Seasonal Jobs Hungary Foreigners deb qidirib ko'ring. Talablari: til bilimi va tajriba talabi. Til ko'pchilik ishlar uchun ingliz yoki Vengriya tili talab qilinmaydi, lekin foydali. Oddiy ishlar, qadoqlash, yig'ish uchun hech qanday til bilimi shart emas. Tajriba. Unskilled ishlar uchun tajriba talab qilinmaydi. Masalan, zavod ishchisi, tozalovchi yoki qishloq ishchisi bo'lish uchun 18 dan 55 yosh va jismoniy kuch yetarli. Tajribali bo'lsa, oyiga 800 dan 1400 yevro olish mumkin. Viza ketadigan hujjatlar va viza to'lovi. Vengriya mavsumiy ish vizasi D tipi. 6 dan 9 oyga.
Talablar: ish taklifi, employerdan, pasport, amaldagi, tibbiy sug'urta, moliyaviy kafolat, yashash xarajatlari uchun, yotoq joyi haqida hujjat, ko'pincha employer ta'minlaydi. To'lov: 110 yevro, viza va ruxsatnoma uchun. Murojaat VFS Global orqali onlayn yoki elchixonada. 2025-yilda cheklovlar bor. 35 ming kvota. Yotoq xonalari haqida ma'lumot. Ko'pincha employer ta'minlaydi. Bepul yoki arzon. Yotoq joylari xavfsiz, toza, minimal o'lchamli bo'lishi kerak. Qishloq xo'jaligida umumiy xonalar, zavodlarda hostel tipidagi. Masalan, meva yig'ish ishida bepul yotoq beriladi. Rahmat ko'rganingiz uchun. Videoni baham ko'ring, like bosing va izohda savollaringizni yozing. Keyingi videoda boshqa mamlakatlar haqida. Obuna bo'lmaganlar hozir obuna bo'ling.